O'zbekiston mana bizning planimizni sizlarga explain qilib beraman. Bu Republic Avstriya davlati maktab Abdulaziz ko'rishgan uchun. Bu Liechtenstein, buni o'zi отдельно bitta davlat. Bu daryodan narog'i o'zi Shveysariya xullas. Biz uchta davlatning biz ikkita davlatning o'rtasida joylashgan Liechtenstein dunyodagi 5-yil 6-o'rinda turadigan eng kichkina davlatni yugurib o'tmoqchimiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha tezroq hali hech kim official Guinnessni nima rekordlar uchun hech kim fastest crossing and time country hech kim bosib o'tmagan. O'sha biza birinchi o'zbeklardan bo'lmoqchimiz, xudo xolasa. Liechtenstein davlatida 28.3 kilometr bizning planimiz bo'yicha o'tamiz bizda bor application Starva, Komoot, keyin Garmin soat, короче, GPS, keyin Witness, keyin full shu yurganimizni pony rekordi, yurganimizni pony videosini olamiz o'zimiz uchun. Shuna gaplar. Xudo xolasa keyin topshiramiz, keyin ko'rib chiqib bizaga shu xudo xolasa inshaalloh sertification berishadi. Dunyodagi eng kichkina davlat bo'lsa, eng kichkina davlatlardan biri bo'lsa ham, zato biza shuni yirib o'tamiz. Ikki o'zbek birinchi ofitsialni qilayotgan insonlardan biri bo'lamiz. O'zbekiston, let's go.